Tamaq pişti programımızın namını Aylınaz Guruyi öz üstüge ağan. Aylınaz Guruyi qarmıqidagi yemek-içmek sorunları ve Baburbadi Çiniqish Merkezi sizni qizg'in qarshi oladi. Tamaq pişti programımızını Şinjan Eksan Yağçılık Çeklik Şirketi Eksan Yağları alohida qo'llagan. Tamaq pişti programımızını Şinjan Mısran Yemeklik Çeklik Şirketi Mısran Qizlari alohida talab qilgan. Hərəkət hayatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güçlük sağlam bolaydısınız, Aylınaz Baburbadi Çiniqish Merkezi'ge kelin. Baburbadi Çiniqish Merkezi, Çiniqish uskunları, köngüllük aram ilish rayonu, pakizm unchi muhiti, kasbleşken trenerlarning astoydil yetaklishi orqali Çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylınaz Baburbadi Çiniqish Merkezida ishga oshsin. Xoşallık ailingizda. Özçin yürüyüşükten tehdit kolları. Manıldım sen bəgən. O kilansız hem düt bopla kalmayı. Dayın Bilvalım mən adətdə. Voy, bu sizler neyim görüp varsızlar? Dilaradığınızın Avaz bəgən filmlerini talatımız bugün. Qaysısını naq meydanda anlayalarınız. Kanema körpa kayço. Ma filmde benim baldırım bakıp durup gördüğüma. Muşluk Dilara'da siz bəgən ma? Voy, kalsızken siz cuma. Dilara'nın qalsızlığı bulamaz. Adətdə Dilara eğir bir sık. Bek kemsiz, bek eğir bir sıkı. Lekin Avaz bəgən vaqtda Dilara şu yüzünün xarakteri faqatlı oxşunmaydıgan şu jadigarlarga, beşem ayollarga, andan kichik bolalarga degandek ovozlarni Ular Şemsiye'den naq meydanda Dilara adamning bir mahoratini ko'rib baqsa qanday ovoz berib Ma göçler erkitemi ovozimni anglab. O'zangi faqat o'xshamaydigan ovoz berish tasgagan birini do'rab bersang bo'ladi. İlk adam siz tanıyamaydigan muşu Dilara neymiş ovoz bergan deb qoldiganchu. Bulama. Mush yaqinda bir ayol alvasi deb bir film bek moda bo'lib ketdi. Aşınandaki alvasıga men ovoz bergan. Qo'rqib ketmanglar. Shuningdan azroq bir ariya ulab bergan davsa. Bu ayol balalarning hammasini chashqonga aylantiribdi. Oxir kelgan o'zi yarlangan vaqtdagi bir vaqagan ovoz ya. Kemp to'kindan birini ichinglar. Bu kemp to'kinida faqat yuqori sifatli ham yeyishlik bo'lgan kemplarni sotsizlar. Sizlar cho'qim do'kon ochadigan pulni qayerdan topamiz deb o'ylayapsizlar-ku deyman. Hey, qaltiskan ras qaltiskan cuma qo'l qo'ydim Dilara adamga. Dilara hozir Urunch televiziya stansiya tarjima bo'limininki ovoz artisti. Onundan boshqa o'ziniki nurg'un ijtimoiy xizmatlar va masalan Urunch shahar tarjimonlar jamiyatining a'zosi degandek. Endi onundan boshqa Dilarani bizninki ko'p qism ko'rmanlarimiz naytda yaxshi bir naqshchi deb tanıydı. Dilara adam shu vaqtlarda mening hozir isimde qalgan bir naqshisi bor. Attirgul deydigan. Bektanlıq naqsha bu. Aş naqsha hozir sizning isingiz bormi? Albatta borda, o naqshini unutqamayman. Dilara Attirgul Dilara. Shu naqshisini shu naq maydonda bir anglab baqamdiq. Sana ipar qo'shqanmu, qo'sh bo'rasan Attirgul. Attirguldan chiroyliq, zab umaksan Attirgul. Güzel ummak Attirgul, tengdişin yok etrafta. Çünkü esip yetildin bizning ana tuproqda. Çünkü esip yetildin bizning ana tuproqda. Endi maqsad qaytib kelsak, Dilara adamning shu tamaq etish mahoratini bir o'z ko'zimiz bilan ko'rib baxmoqchi. Bugun Shamsiyada
Dilara'dan bizga qanday tamoq etib bera? Dilara hamma tamoqni bek yaxshi etadi. Mayli uyda doim etadigan polo, lagman, mifan degandek tamoqlar bo'lsin yoki taptanji, xogo degandek tamoq hammasi shuna ustida. Endi odatda chiqroq uyga bo'lsak lagman etib berdi Dilara. Men kelgan bek usta. Demek 120 metr sozib yetme. O'tirdan bo'lib yetmaydi. Tanbirning tarsidek demasiz. Dutani tarsak. Dilara'dan bugun bizning tamoq programmamiz lagma etib berdi o'xshamda, shundaqmi ya? Tapamadinglar. Xato. Ben bugun sizlarga qovurg'i dumimizni qilib berdim. Qo'rg'i dumlimisi, bizga bugun itpamoqchi bo'lgan qo'rg'i dumlimisi mushtamaqingizda nim materiallar ketadi. Shuni bir tanishtirib o'tamiz. Buningda qo'y go'shti qo'rg'isi, qon go'shti bo'lsin bo'ldi endi. Men bugun qo'y go'shti tayyorladim. Ondan savzat, piyoz, zanjivil, pomidor, ondan ko'k laza, qizil laza, andan keyin Yangyu. Ondan kunjutlarni jimjimdaq bir bezak qilganqa tayyorlab oldim. Ondan chanig'an laza, samsaq. Naytda katta tayyorliqlar bilan katta Dilara'dan. Amsa biz tamoq etishni boshlab ketaylik. Tamoq etishni boshlashdan burun eng oldi bilan Dilara'dan bir tayyorliq qilib olgan bo'lsa. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan musiqilik taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin Az guruhi plan musiqilik taomlar restorani. Turmuşimiz günden günge yaxşılanayotgan bugungi kunda hammamiz sifatli, tamlik, qaytilab shakllangan narsalarni tanlab ishlatishga yo'nalamiz. O'zingiz va atrofingizdagilarning huzuriga ehson, yurishlik yog'larini sundik. Biz ehsonliklar kuchimizning yetishicha yog' tarkibini natijat ayirib o'lchamga yetkazishga tirishib, tanlashinglarga sundik. Sifatli mahsulot iste'molchining ehtiyoji uchundir. Ham material, texnika va sifat darajasi amaliyot jarayonida isbotlansin. Hammamizning uyda ehson yog'lari bo'lsin. Hamdagi bosqichni nima ish qilamiz? Hamda bosqichda birinchi bo'lib bu go'shtni bir qaynatib olamiz. Qaynatib olamiz. Qaynada Bo'ldi, qozonga suv qo'yaylik. Bizning bugungi programmada ishiltirgan qozonimiz Nazifaning esil qozoni. Avval so'g'uq solamiz. So'g'uq solamiz. Andan keyin bundan ozroq zanjil silsak, ma'qul go'shtning purqi bor. Shu chiqib ketadi. Mana bu shundoq so'g'uq suvda bu silib qanchalik qaynatsak bo'ldi? Bunun qaynab köpüğü chiqadi-ku. Andan keyin köpüklerini avatgandan keyin yana ozroq qaynatib bilan süzib ilib olamiz. Buni butunlay pishirib olmaymiz. Endi masalan ba'zi tamoqlarda butunlay pishirib ilib, andan keyin maydalik zali qilib, uningga darmaklarni jasilib kavobda qilib, lekin bugungisini asosiyatan go'shtning sho'yligi, go'sht purqini chiqarib etish, andan qon hidi demdi. Endi bu qaynag'icha biz saykotatlarni to'g'ri olamiz. Pichqinlar katkajmi? Pichoqmi Nazifaning? Nazifaning pichqi, Nazifaning ambili. Shumush ambalni yaxshi ko'rib qolganman. Köpüklerini iliyotimiz shundaqmi? Köpüğünü elitimiz. Go'shtni pak suzib olamiz. Suzilib, buni qo'yib turamiz shundaqmi? Endi mana suyu tüketimiz. Bo'ldi. Suyni tüketib, yana quruq qozondan birini tayyorlaymiz, andin bunga may qo'yamiz. Yog' qo'yamiz shundaqmi? Qizdi. Bugungi tamoqqa yana o'xshashlar bizning programmamizni alayda qo'llagan ehson yog'larni ishlatamiz. Ishlatib baqqanmi? Dilara'da. Endi go'shtni yog'dan o'tkazib olamiz shundaqmi? Yo'q, mushbitli qo'rib ketamiz endi. Qo'rish boshlab ketdi. Boshlab ketdi hamdimi? Tuzqonlarni ochirib tayyortiringlar. Tuz mana. Tuzni bir qo'shiq solsak bo'ladimi yoki? Ikki qo'shiq. Qo'shiq solib ketamiz. Buni hali qizargacha qo'yamiz. Endi buningga chanagan bu pomidormi lozimmi? Lozim qo'yamiz. Hammani saytaya. Achchiq bo'lsin. Pomidorni saytay. Sho'xli yami. Sho'xli qiyami. Lazım qiyami. Lazım qiyami. Can yo'dan ozroq qo'yib tayyorlaymiz. Mana. Bu
Bu bizningki programmamizda alohida qo'llangan oq istang jan yusi bu. Jan yusi, mana. Endi piyoz salaylik. Piyoz solamiz. Piyozni xil keyin solgan ha. So'njanini qo'shib saytimiz. So'njanda piyozni bıraxlam. Tam kirgizimizda bor qilib. Endi savzini solamiz. Savza yan yuqarganda mayga chidaydi. Andan keyin qo'rishqa chidaydi. Anki polo esemi savzini bek uzun qoruyman. Andan keyin suyini qilib uzun qaynataman. Bir gap cho'lani bir gaplar bor. Sho'rp so'rishdim. So'rishdim, savzi qorishdi, polo qorishdi. Shunga o'xshash. Endi men bu tamog'imni non bilan astag'ayliq chiroyli tizib nonni ustiga bunday qilsakmi bolalar bek yaxshi ko'rib yeydi. Mehmonlarim yaxshi. Nonni maslashtirsak ham bo'g'idek, ximir maslashtirsak ham bo'g'idek buningga. Sen maslashtirsin bo'g'idek. O'tganda bir mushunda qilib ustiga ximirni inib biz qilib yaydim. Qumul yapmasini yaymiz bu. Uni bek yeyishlik bo'ldi ekan. Uni bir ijodiy ish deylik. Agar ochiqroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, albatta quruq lazım sevdim. Açıqroq yeyli. Qo'shilamizlar. Qo'shilamiz? Mayli. Salom. Endi pomidordan bir tal saytaga. O'zana xarakteriga tushmaydigan rollarga ovoz bergan vaqtda idealda to'qnish bo'lamdi. Boshda bo'ladi. Hozir yaxshi ko'rgan bo'lmasa rollarni. Bek yuvash rollarni mu yaxshi berdi ekanman, ammo Aşında almasa, aşında tez, tez. Salbiy obrazlar olsa, xuddilik o'zim kasbdek ilgirlab ketgandek, o'zimda bir imtihon elib bir loyaqat qilib ketgandek his qildim ekanman. Hamdi yon salaylik. Yon salaylik. Su qo'ydigan bosqich keldikmi? Bo'ldi. Mana qaynoq suv keldi. Qo'ying. Chilashqida qo'yamiz shunami? Bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Chilashqida qo'ysak bo'ldi. Hamdi og'zini yepib qancha minut dimlaymiz? 30 minut dimlaymiz. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, ko'rayotganinglar Aylannaz guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Programmamizni eksan yog'lari alayda qo'llagan. Programmamizni Misran qezdiri alayda talab qilgan. Bularda buningga hech qanday dori-darmon ishlatmamdiq. Ishiltimiz qava uchun uni bilan qarmoshnasak sevasak bo'ldi. Endi yaxshi ko'rish istimoli qarab zirsasin bo'ldi. Ha, undaqda qava uchun talqini. O'zchinning qava uchun talqini. Mal o'zchinning qarmosh talqini. Hozir qaynab qozon qaynab 25 minut bo'ldi. Bu chaqda biz lazni to'g'rab silvasak bo'ladi. Demak bu 5 minut atrofida qaynisi bo'lgan lazlar. Lazlarni silvatdik. Buni bir aralashtirib o'tamdik. Aralashtiramiz. Samsaqni qancha solsa? Samsaqni 2 minut qarachada. Demak samsaqni eng oxiri solganmizda. Shu yumg'oqni o'zim akaldim aydin. Diloraning uyida Akbar bino uy. Eng ustundagi qavati bo'lg'ashqa uyninki ustida o'g'zida saytiradigan sharoiti bor. Demak, o'sha bir o'g'ziniki ham yerida gul. Andan keyin o'sha saylar terilgan. Endi demak, bu bir odamning hayotini naqadar suydiganligini isbotlab bera oladi-ku, ma'lum ma'noda. Uning ustiga mushu o'zining ish izlari bilan, mushu ish faoliyatlari bilan bolalar yaxshi ulgu bo'ladi-da. Hayotni suyish, san'at orqali yoki boshqa qiziqishlar orqali hayotni texnik rangdorlikka ega qilish, tamoq etish orqali, uyda tamoq yeyish orqali oila a'zolarining mehr-muhabbatini chingitish degandek har xil tarbiyalarni o'zining amaliyati bilan bolalarga beryapti deb o'ylayman. Bu tamoqimizga bek jiq olib ketdimi, ushaq olib ketmasin bo'ldi. Eng oxiri samsaqni silib etamiz. 1 minut. Hazal 1 minut. Hazal 1 minut. Atrofida. Andan keyin o'tni o'chirsak bo'ldi.
qizlari. 31, 32 bo'ldimi? Timtirab mügü olgan bolan gördünüzmü? Aa, yancıqın bir qizin bir til bəsəm dəpirmən. Mən. Misran? Misran qizlari? Misran qizlari? Mısran yürüşlük mahsulatları. Vaqtim to'shib qapti mana. Emisda tovoqni ochaylik. Tamoq pishdi. Mana buni bizningki Nazifaning chiroyli tovoqiga bir usib baqaylik. Samsaqlarni aralashtiraylik ya. Nazifaning tovoqiga usib olaylik. Yağını izib pişirishni yaxshi ko'rgansan, men ashtaq Bek putunmi bo'lib ketmasa, bek izlib ketsimi yo'qolib ketadi. Mushta holatda bo'lsa, suyilqi shirinlikchu. Endi Dilaradam o'zi o'stirgan O'zim Ash kökini. o'stirgan osh köki. ni ustiga chechib bu tomoq texim chiroyli qolib ketdi. ham purqimi shundaq mezlik. Hem de bunun azraq bezekler bilan Qarkunjut. Kunjut. Kunjut. Qarkunjut. Wow. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, bizning bugungi tamoq pishti programmamizga alohida qadam tashrif qilgan Dilara Adam bizga nihoyat ajr qilib o'zi shu ustalik bilan etadigan tamoqlarning birisi bo'lgan qo'rg'i dumlimisini nihoyat yaxshi bizga tayyorlab berdi. Rangidan qarasak intayin o'xshagandek turdi Shamsiyada. Tetib baqandoq. Tetib baqaylimi? Xo'sh, mening taqdim taq bo'ldi. Xo'sh, sizmi ilang? Men iliq Ben yanılan şu peyzi pişkan qo'rg'i go'shidan bir parcha yeb baqay ya. Qo'y go'shiga haqiqatan abaytdan bir qaynatib etkashkimi zanjibillar bilan ichiga bir tam kiribdi ha. Tam kiribdi. Undan keyin yog'ni bir qizartib olg'achqa texim bek tamlik bo'libdi. Onun kimi kunjutlarni solgandan keyin bir xil bir mizlik puroq bor. Dilarada bugungi tamoqni haqiqatan bek o'xshatibsiz. Bizga intayin yardi. Sizni ko'p chaqirib qo'ydik. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Biz bugun mana mushu bir tovoq o'xshagan qo'rg'i dumlimizni etish jarayonida do'stlik haqida, mehr-muhabbat haqida, kasb haqida, orzu haqida nihoyat ko'ngillik paranglarni qilishdik, mungdashdik. Biz hammamiz orzuga intilguchilar. Biz barliq o'z orzusi uchun tirishayotgan do'stlarga utuq muvaffaqiyat tilaymiz. Shuning bilan bir vaqtda do'stlik bilan hayotini rangdorlikqa ega qilayotgan barliq do'stlarga inoqlik, xushallik, baxt tilaymiz. Shunda Shamsiyada yaqin do'stingiz Dilara Adamning yana bundan keyin bizning tamoq pishti programmamizga ko'p kelib, o'xshagan tamoqlarni jiq-jiq etib berishni chin dilimdan umid qilaman. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, vaqt munosabati bilan tamoq pishti programmamizning bugungi soni mana bu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güclük sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqiş mərkəzi Çiniqiş uskunları, köngüllük aram ilish rayoni, pakiz munchi muhiti, kasbləşkən trenerlarning astoydil yetaklishi orqali Çiniqiş arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqiş arzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəzida ishga ossin. Lezzet Mısran qizlari. 31, 32 bo'ldimi? Timtirab mügü olgan bolan gördünüzmü? Aa, yancıqın bir qizin bir til bəsəm dəpirmən. Mən. Misran? Misran qizlari? Misran qizlari? Mısran yürüşlük mahsulatları. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda bir plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan musiqili taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilimizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilimizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin Az guruhi plan musiqili taomlar restorani. Qaytib kelin uyga kech bo'ldi. Kutmoqdamiz bolam ikkimiz. Bolamizning tug'ilgan kuni ko'kayapti toqat chekimiz.